Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Javohir. Demak, navbatdagi zakazimiz tayyor bo'ldi. 45 komplekt offline o'yinini ko'taradigan sborka RGB keyslar bilan. Hozir bularni upakovka qilib tayyor qilib qo'ydik. Hozir Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga olib borib o'rnatamiz. O'sha joydan ham videolar qilganmiz. Demak, ko'rishda davom eting. Davom etamiz hurmatli obunachilar. Yuklarimizni olib keldik. Hozir tushiramiz. Demak, mo'ljal Shodlik madaniyat markazi oldidagi zdaniya, ikkinchi etaj. Demak, davom etamiz hurmatli tomoshabinlar. Kompyuterxonamiz ikkinchi qavatda joylashgan bo'lib, asosiy 3 ta xonasi bor. Birinchisi общий zal. Bu yerga ko'rishingiz mumkin 24 ta kompyuter sig'adi. Mebelni o'zimizni mebelchilar yasab berishgan, kelib o'rnatgandan so'ng elektr ishini hozir qilib berishgan. Hozir elektriklar boshqa xonada ham ishlashyapti, hali tugamabdi. Demak, hozir narigi xonalarni ko'rsataman sizlarga obzorni. Demak, bu 10 tali xona. Bu yerda ham xuddi shunaqa stol o'rnagan. Tepasiga elektrlar rozetka qo'yishyapti, elektrik okalarimiz. Demak, bu xonada ham yana 10 ta komplekt joylashadi. Davom etamiz. Kompyuterlarimizni olib kelib tushirildi endi uстановка jarayoni. Bu yog'ini hurmatli tomoshabinlar endi pes kommentariy ozgina tomosha qilinglar va yana davom etamiz. Hop. Terish jarayonini boshlab yubordik. Avval monitorlarni o'rnatamiz. Undan keyin kompyuterni o'rnatib, keyin aksesuarlarni yana joylaymiz va undan keyin programmistlarning ishi qoladi. Va albatta switch ham tortiladi. Hop, kompyuterlarning keysini o'rnatib bo'ldik, shu ko'rinishda bo'ldi. Yonadigan keyslar hozir to'klaga hali ulanmagan. Oxirida yoqib ko'rsatamiz. Kontrda o'taga kelaverasizlar, manzillar tushuntirib yubordim. Demak, juda ham chiroyli ko'rinishlarda bo'lyapti, hurmatli tomoshabinlar. Butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa ustanovka xizmatlarimiz bor. Yangi kompyuterlarni terib, olib borib o'rnatib ishlatib beramiz va даже o'rgatib qo'yamiz qanday qilib klientga obslužивать qilishni, qanday qilib vaqtlarni ochishni. Bemalol murojaat qilaverasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Kompüterlerimizi oynatıp bulduk aslında. Koydurmuşken altına. Demek devam etamiz. Hozir
birinchi xonamizdagi 24 tali kompyuter почти o'rnatib bo'ldik. Endi o'zi klaviatura mushklarni joylab, kovrilarni joylasak bo'ldi. Demak, davom etamiz. Bu ikkinchi xonamiz. 10 tali zborka bu yerda ham terilgan. Xuddi shunaqa konfiguratsiya, ko'rinish bir xil. Demak, bu zborkalarimiz asosan offline o'yinlarni ko'taradi, hurmatli tomoshabinlar. Ya'ni Counter 1.6, Dota, Generals shunga o'xshagan bez internet o'ynaladigan o'yinlar. Lekin bu yerga internet qo'yilgan. Demak, internetdan YouTube ko'radigan qilib qo'yish mumkin. Dota bir ICAP versiyasi, Counter 1.6 online versiyasi va yana bir ikkita o'yinlarni ham ko'taradi online. Faqat offline emas. Demak, shu ko'rinishda bo'ldi. Mana keyslarimiz yongan, bu xonada svet elektriklar qo'shib berishdi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'ldi. O'z sistema ishlarini jarayonni boshlab yubordik. Bu yerda programmistimiz ishlayapti. Demak, hozir sistema qilib, keyin o'yin yozib, Rampart Shell, Cube Timer degan programmalar bor. Shularni qo'yib, o'rnatib ishlatib berishadi. Demak, kompyuterxonamiz tayyor. Hurmatli tomoshabinlar, shunaqa biznes bilan qiziqayotgan bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Quyidagi nomerlar bo'yicha barcha ma'lumotlarni beramiz. Demak, narxlari, qanchaga tushishi, qanaqa dokument ketadi, barcha ma'lumotlarni bizdan olishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab dostavka va ustanovka xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bugungi videomiz formati boshqacharoq bo'ldi. Ko'proq, uzunroq, bez kommentariy joylar bo'ldi. Agar shunaqa format yoqadigan bo'lsa, albatta kommentariyda qoldiring izoh. Qanday savollaringiz bo'lsa, kommentariyga qoldirishingiz mumkin. Agar sразу javob olishni xohlasanglar, prямой menga o'zimga Telegramga yozishingiz mumkin. Albatta, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va podpiska qilib qo'ying. Sizlar bilan Javohirda hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Hammaga xayr. Android,